Men qanday qilib ilohiy qonuniyatlarni buzganman? Bilasiz, bugun har birimizni hayotimizda, ya'ni amalda qo'llagan har bitta amallarimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi uchun ham psixologlarga murojaat qilamiz. Ilohiy qonuniyatlar, keling, aynan shu ilohiy qonuniyatlarni mazmunini tushunib olamiz. Ilohiy qonuniyatlar bizni mana shu muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda hammasi hadislarda berilgan. Bilasiz, juda ham ko'p Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Shayx hazratlarini ruhiy poklanish, ruhiy tiklanish, ruhiy ulug'lanish kitobini juda ham ko'p tavsiya beraman. Aynan mana shu 3 tomdan iborat bo'lgan kitobni har bir o'zbek xonadonlarida bo'lishini juda ham istagan bo'lardim. Aynan ilohiy qonuniyatlar biz oddiygina hayotimizda foydalanayotgan amallarimizda shakllana boshlaydi. Keling, bugun sizlarga aynan shu haqda ma'lumot beraman. Men Anor akademiyasi asoschisi Dilbar Husanovaman. Yoshim 56 da, oilaliman, farzandlarim bor. Ilohiy qonuniyatlar deganda siz o'zi aslida konstitutsion qonuniyatlarni eshitganingizda, voy, magazinini o'g'ri tutib ketgan ekan, uni nimaga sudga beribdi, prokuraturaga beribdi, sud jarayonlari boshlanibdi degan juda ham ko'p eshitamiz. Biz o'sha konstitutsion huquqda o'sha jazoni, qamoq jazosini olishda yoki nimanidir olishda qo'rqqanimiz uchun ham biz qonuniyatni aqlan buzishni istamaymiz. Lekin ilohiy qonuniyatlarni qanday buzayotganligingizni hech ham bir o'ylab ko'rgansizmi? Keling, bugun sizlar bilan mana shu ilohiy qonuniyatlarni buzilayotgan sabablarini aytib beraman. Mahalladasiz, qo'ni-qo'shningiz bilan yashayapsiz. Shu qo'ni-qo'shningizni agorotiga bitta supurgida supurib, axlatni u tomonga qo'yib, surib qo'yishingiz bu ilohiy qonuniyatni buzilishi. Aynan o'zimda hayotimda shunday bo'lgan. Qo'shnim tomonga shlankada suv sepib, axlatlarni supurib tushirganman, lekin katta qizimnikiga men mehmonga borganimda qo'shnisi oqizib jo'natgan axlatlarni qizim qo'llari bilan olib tozalayotganini ko'rganman. Va shunda aytganman, shuncha ko'p axlatni har safar sen tozalaysan. Ha, onajon, bilaman shunaqa qo'shnim doimo nimasini yuvganda, o'sha tashqari hovlisini yuvganda ariqqa tushadi. Biza ariqdan o'tayotgan joyga moshinani temirini qo'yganmiz. Shuni tagiga bu to'da bo'ladi. Qarang, kuyovim tozalamayapti, lekin meni qizim tozalayapti buni. Shunda o'zimga o'zim savol berganman, qayerda men ilohiy qonuniyatlarni buzdim? Ilohiy qonuniyatlarni buzilishi albatta sizni farzandlaringiz keyin hayotida yashab o'tadigan vaziyatlarni siz ularga qoldirayotgan bo'lasiz. Yana ham ko'plab ildizli konsultatsiyalarimda yillab nima sababdan men qayta to'lov qilaman deb murojaat qilgan muxlislarim ko'p. To'lov siri degan juda ham zo'r bitta kurs yaratganman. O'sha to'lov sirida shu mijozimni $20,000, $10,000, $5,000 har bitta tuzilgan shartnomalarida mijozlarga hamma narsani yuridik tasdiqlab bersa-da, uni to'lovlarini bular qayta qilayotganligini ochdik va shunda tushunib yetdiki, uni otasini bu hayotda to'lovlari borligini va o'sha to'lovlarni qizi to'layotganligini. Bu ham ilohiy qonuniyatni bitta ko'rinishi. Yana bitta eng asosiysi, mana shu yerda hozir siz o'zingizni ichki tahlilingizni qilib ketishingiz ham mumkin. Sizni ichki tahlilingizda nimalarni siz to'lov qilyapsiz va siz yashayotgan qonuniyatlar nima? Shu qonuniyatlarni buzmasligimiz uchun ham biz aslida ilohiy qonuniyatlarga nima kirishligini o'rganishimiz kerak. Bu borada esa meni o'zimda hayot tajribalarim asosida yaratilgan ilohiy qonuniyatlar kursim bor va mana shu kursimiz orqali juda ko'p insonlar hayotida shu qonuniyatlarni amalda qo'llashi bilan ularni hayotida o'zlari orzu qilgan, o'zlari maqsad qilgan juda ham ko'p orzu maqsadlariga erishishdi. Endi
meni o'g'lim bu yigit bo'la turib juvonni sevib qoldi. Bolasi bor, nimani sevib qoldi. Va shu jarayonda, shu mijozimiz bilan ishlaganimizda qarang, ularni o'tmishida, ularni tarixida qabul qilinmagan farzand bo'lgan ekan. Va Alloh unga farzandli qizni sevishga o'g'lini, ya'ni farzandini nima qilib qo'ydi? Qalbini burib qo'ydi. Mana shunday borada bu mana ilohiy qonuniyatlarni 3 xil, 4 xil shakli. Yana juda ko'p rivojlanishni istagan muxlislarim, mana tadbirkorlik bo'yicha rivojlanishni istagan yoki bo'lmasam o'zini o'sha bironta bir kasbini, qiziqqan kasbini ochib shifokorlik bo'yicha rivojlanishni istaganlar va nima uchun rivojlanay olmayotganlar ham juda ham ko'pchilik. Buni sabablarini, nima sababdan o'g'lim oliy ma'lumotli, lekin o'g'limda hech ham ishchi yurishmaydi, hech qachon kelmaydi, faqat oylikdan oylikka yashayapti, qanday qilib shu moliyaviy cheksizlikka ochilsa bo'ladi deb savol beradi. Va buni ham aynan sabablari o'sha onasi o'zini turmush o'rtog'i bilan o'rtada kelayotgan moliyaviy balansni ayollarimiz buzganligida bo'ladi. Mana shunga o'xshagan ilohiy qonuniyatlar haqidagi ko'plab ilmlar sizga kerak bo'lsa, bizni Telegram sahifamizga ulaning va ochiq dostupda ko'plab saqlanib qolgan darsliklarimizni qo'lga kiriting. Aytgancha, agar sizga bu darslikni tinglab, ya'ni mana shu borada qiynalib, qayta o'zini irsiy dasturlarini yashab kelayotgan yaqin muxlislaringiz bo'lsa, bizni YouTube kanalimiz sahifalarini ulashib qoling va qo'ng'iroqchani, ya'ni like tugmachasini bosing va sizda ayni damda qaysi muammolar qiynayotganligi haqida izohlarni YouTube kanalimiz sahifasiga yozib qoldirishingizni so'raymiz va izohlarni biz albatta o'qib chiqamiz. Azizlarim, yana ham ilohiy qonuniyatlarning eng katta buzilishi. Siz pulimni olib ketdi, Dilbar opa shunaqa katta pulimni oldi, $2000 oldi. Turmush o'rtog'imni oshnasi, lekin haligacha qarzimizni qutula olmadik, ola olmadik, bermay ketdi. Siz xursand bo'ling, sizni qaysidir to'lovingiz pul orqali chiqib ketganiga. Bu to'lov siri, ya'ni pullar meni quvvatimni sezadimi kursimizda ham buni har xil shakllari ochilgan. Keyin juda ham ko'pchilik yolg'on gapirishga o'rganib qolgan. Siz aynan kimnidir aldayotganligingizda bitta vaziyatni hech qachon yoddan chiqarmang. Siz aldayotgan vaziyatda siz Allohni aldayotganligingizni tushunib yeting. Siz qachonki o'sha do'stingizga ikkixillik qilayotganligingizda siz Allohga ikkixillik qilayotganligingizni anglang. Siz va'da berib qalb va'dangizni bajarmayotganligingizda do'stingiz, onangiz, otangiz, boringki turmush o'rtog'ingiz bo'lsa ham qalb va'dangiz bajarmayotganligingizda Allohni oldidagi qalb va'dangizni bajarmayotganligingizni anglab yeting. Bu bularni hammasi bizni hayotimizda mana shu yerda yashab o'tayotgan haqiqiy ilohiy dasturlarimiz hisoblanadi. Bularni to'g'ri yashash, bularni to'g'ri ochish haqida sizda instrumentlar bo'lmasa, unda bizni Telegram sahifamizga o'ting, murojaat qiling va aynan bu haqdagi ma'lumotlarga ega bo'ling.